Diqqat qiling qadrli futbol sevar do'stlar, Jar stadionida futbol bayrami davom etadi. Yana bir necha daqiqalardan so'ng aynan biz guvohi bo'layotgan mana shu stadionda, poytaxtimiz Toshkentdagi Jar stadionida, kichik sun'iy maydonida o'ziga xos bayram davom etmoqda. Demak, Like Cup 3-an'anaviy futbol turniri O'zbekistonda ko'zga ko'ringan media olami vakillari, san'atkorlar, xonandalar, jurnalistlar, sportchilar barchasi mana shu yashil maydonda o'zaro kutlashmoqda va bir joyga jamlanishgan. Ey guruhi vakillari haqiqatan ham o'zining kulminatsiyasiga yetib kelmoqda do'stlar. Biroz avval mana shu guruhda bitta uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Al-Badr jamoasi Drama jamoasini dramatik kechgan vaqtda 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchratib, 6 ochkoga ega va 100% ko'rsatkichga ega bo'lib turibdi. Keyingi bosqich masalasini deyarli hal qildi do'stlar. Endi deyarli degan so'zni olib tashlasa ham bo'lar ekan. Hal qilishdi, muddatdan avval hal qilishdi. Hozir esa shunday uchrashuv boshlanish arafasida do'stlar. E'tibor bering mana bu o'yingohga, e'tibor bering mana bu nigohlarga. Baxtiyor Ashurmatov boshchiligidagi jamoa, To'lqin Qilichev boshchiligidagi jamoaga qarshi maydonga tushadi. Sariq bola va nokaut jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni tomosha qilishga barchangizni taklif etamiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Bunaqa futbolni siz anchadan beri ko'rmagansiz. Ajoyib futbol spektakli siz u bizga muntazir deb qolgan bo'lardim. Albatta, chunki bundan oldingi o'yinda biz ko'rdik. Futbolchilar mana shu san'at sohasi vakillari nimalarga qodir ekanliklarini, har bir jamoada ikkitadan o'yinchi bor va bu jamoalarni qo'llab-quvvatlash uchun stadionga tashrif buyurgan mana bu futbol ishqibozlariga necha baho qo'yishimiz mumkin. E'tibor bering, nimalar qilishyapti ular. Bu haqiqiy bayram. Aynan mana shunday ommaviy futbolni rivojlantirish uchun faqatgina mana shunday bayramlar kerak do'stlar bizga. Bugun bayramdan tashqari maydonda jang bo'ladi. To'g'ri, nokaut jamoasi birinchi uchrashuvda biz hazillashib gapirdik, knockdownga uchradi deb, lekin bugun hammasi o'zgacha. Esdalik uchun suratga tushib qo'yish kerak. Nokaut o'rnidan turadi va sariq bolaga qarshi yashil maydonda kuchnashadi. Hasanboy Do'smatov ham hozir tarkibga kelib qo'shildi va esdalik uchun suratga tushmoqda. Ekraningizda esa har ikkala jamoa tarkiblari navbatma-navbat namoyish etilmoqda. Bugun futbolchilar bor ikkala jamoada. Mana shunisi menga yoqdi. Har bir jamoada ikkitadan futbolchi bo'lgani menga yoqdi. Bu albatta boshqalarga, o'sha maydonda harakat qilayotgan boshqalarga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi va qaysidir ma'noda o'rnak bo'lishadi. Keling futbolchilardan boshlayman. Artyom Filipasyan va San'at Shixov sariq bola jamoasi tarkibida. Nokaut jamoasi tarkibida esa Abduqahhor Xo'jakbarov va Oybek Qilichevlar to'p surishmoqda. Diqqat qilamiz. Mana San'at Shixov, bu esa oldingi uchrashuvni yondirib yuborgan sariq bola jamoasi a'zosi Muhammad Ali. Aynan Muhammad Ali o'yinni boshlab berdi. Demak, murabbiylarni aytib o'tdim, uchrashuv hakamlarini ham ta'kidlab o'taman hozir. Demak, o'zgargani yo'q. Dias, Galeyev va Ibrohim G'iyosovlar o'yinni boshqarib borishyapti. Va ularga Abdurahmon Shukurullayev yordam bermoqda. 3 ta hakam, birinchi xavfli vaziyat. Ta'kidlab o'tganimizdek, sariq bola va nokaut jamoasi a'zolarining shashti bugun ancha baland. To'p o'yinga kiritib berildi. Zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Birinchi seyv. Birinchi vaziyat. Birinchi seyv. To'p uchun kurash. Sariq bola hujumga o'tyapti. Himoyachi to'pni tepib yubordi. Maydon markazida to'p uchun kurash, futbolchilardan biri jarohat oldi. Tibbiy yordamga muhtoj yotibdi. Hakamlar balki o'yinni to'xtatish kerakdir. Bahodir Jalolovning uzatmasi. Albatta, o'rtoq hakam.
Birinchi navbatda futbolchining sog'lig'i kerak bizga. Sariq bola jamoasi a'zosi Sobir Sapayev oldingi uchrashuvda 2 ta gol urgan jamoa to'purarlaridan biri. To'qnashuv bo'ldi. Endi do'stlar, albatta biz ulgurishimiz kerak hozir tarkiblarni ham tanishtirishga. Hakamlarni tanishtirib o'tdim. Nokaut jamoasidan boshlayman. Darvozabon demak 75-raqamda Ulug'bek Yodgorov bokschi. 8-raqamda Abduqahhor Xo'jakbarov sobiq futbolchi. 11-raqamda Sanjar Ergashev boks federatsiyasi xodimi. 16-raqamda Isroil Madrimov bokschi. 20-raqamda Sardor Alisherov bokschi. 55-raqamda Bahodir Jalolov jamoa sardori. Endi menimcha ta'rifga hojat yo'q. 70-raqamda Oybek Qilichev sobiq futbolchi. 90-raqamda Bahrom Yoqubov bokschi. Demak 8 ta futbolchi, 8 ga 8, har bitta bo'lim 25 daqiqadan va qolganlarni ham tanishtirib o'taman. Abdumalik Halokov 1-raqamda, 4-Aliyor Noraliyev, 7-Saken Po'latov, 9-Alimardon Dostonov, 10-Hasanboy Do'smatov, 5-raqamda o'ynagan Behzod Nosirov oldingi uchrashuvda qizil kartochka olganligi uchun bugungi uchrashuvni o'tkazib bormoqda. 19-Umid Kuchkunov, 24-Jaloliddin Yusupov, 25-Shohid Tillaboyev boks federatsiyasi boshlig'i, 44-Fayozbek Do'smatov bokschi va 77-raqamda Shahboz Tavakkalov. Sariq bola jamoasi a'zolari hujumga o'tishgan edi va to'p yo'qotildi. Bahrom Yoqubov to'pni o'zida saqlab qolganligi uchun ham mana shunday holat yuz berdi. Bugun ta'kidlab o'tdim, nokaut jamoasi jangovar ruhda mana shu o'yinga yetib kelgan. Balki ularning oxirgi umidlaridir. Chunki birinchi turning o'zidayoq mag'lubiyatga uchrash jamoani mana shunday holatga tushirib qo'yadi. Yaxshi imkoniyat. Oybek Qilichev. Hozir Sardor Alisherov to'pni unga yetkazib bergan edi. Ulgurmadi Oybek. Tezligi albatta pasaygan. Vaqt o'zining hissasini oladi. Sariq bola jamoasi tarkibi: darvozabon 1-raqamda Abbosxo'ja Akromov, bloger aktyor. 4-Islom Ali, prodyuser. 8-Artyom Filipasyan, sobiq futbolchi. 9-Sanat Shexov, sobiq futbolchi. 11-Jahongir Xo'jayev, bloger aktyor. Sariq bola aynan uning nomiga qo'yilgan. Bu jamoa ham jamoa sardori hisoblanadi. 19-Sobir Sapayev, bloger. Jahongir Xo'jayev, ya'ni o'sha Sariq bola jamoasi a'zosi. 22-Elyor Boboqulov, xonanda, aktyor. 23-raqamda Muhammad Ali, xonanda, aktyor. Bahodir Jalolov to'pni olib qo'yishdi undan chiroyli tarzda va xavfli hujum. Sanat Shexov yaxshi harakat qildi. 2 futbolchidan o'tib ketdi, lekin hujumni yakunlovchi qismida hozircha futbolchilar bir-birlarini tushunmay qolishmoqda. Sariq bola jamoasi bosh murabbiyi Baxtiyor Ashurmatov aytib o'tdim, nokaut jamoasi bosh murabbiyi To'lqin Qilichev. Katta hayajon bilan To'lqin Qilichev bugun mana jamoasini qo'llab-quvvatlab boshqarib boryapti. Endi bunaqa bayramdagi hayajon menimcha To'lqin Qilichevga hech qanday bir hayajoning X harfi ham bo'lmasa kerak, chunki katta ringlarda bu shaxslar nimalar qilib tashlashdi. Demak, diqqat e'tiborni o'yinga qaratamiz. 5-daqiqa 0-0. Baxtiyor Ashurmatov tinmayapti. Qayerda qanday o'ynash kerak? Juda muhim bahs. E'tibor beramiz. Himoyachi to'pni qaytarib yubordi. Burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Sariq bola jamoasi a'zolari ham vaziyatni to'g'ri his qilib turishibdi. To'g'ri, birinchi uchrashuvda ular g'alabani ilib ketishgan, lekin bu boshqacha, chunki ular hozir yutqazib qo'ysa, keyingi turda juda qiyin bo'ladi. To'p yetkazib berildi, zarba yaqin masofadan turib. Qanday qilib bunday vaziyatdan Artyom Filipasyanmi? Voy, sobiq futbolchi Artyom Filipasyan imkoniyatdan foydalana ola olmadi. Artyom Filipasyan 1988-yilda tug'ilgan. Alisherov o'tyapti. Voy, darvozabon to'pga chiqdi. Darvozabonlar zo'r tanlangan. O'zi 8 ta jamoa zo'r shug'ullanishgan, ajoyib bir tarkibga ega, musobaqaga yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan. Buni
har bitta o'yinda isbotlashyapti. Yirik hisoblar qayd etilmayapti. Jangovar o'yinlarni biz guvohi bo'lyapmiz. Yana bir bor aytaman, 8 tasi futbolchi emas bular do'stlar. Xonandalar, san'atkorlar, men ta'kidlab o'tdim. Endi yaxshi imkoniyat. Yana bir bor standart vaziyatdan nokaut jamoasi a'zolari unumli foydalanishga harakat qilishmoqda. Albadirda 6 ochko. Boshqa jamoalar ham o'yinni stadionning o'zidan kuzatib borishyapti. Muxlislardan tashqari yana bu ikkita jamoa maydonda 6 ta jamoa katta qiziqish bilan mana shu o'yinni tribunalarda kuzatib borishyapti. Kim birinchi? Juda qiyin ulgurish yo'lini to'sib qo'ydi. Endi kelishib olish kerak. Hammasi joyida, futbolda bo'lib turadi. Ola qol, gol ura qol deb berib qo'yishmaydi. Shu bois ham bu futbol, hammasi joyida, kelishib olish kerak. Xo'p, davom etamiz. 8-daqiqa. Bundan oldingi o'yin ham menga yoqdi. Taktika juda chiroyli tarzda qo'llanildi. Ikkinchi bo'limda o'yin tempi oshib ketdi. Hozir esa Alisherovni biz yaxshi bilamiz. Ham sportchi, ham futbolchi. Mayli. Yaxshi gol. Nokaut jamoasi a'zolari uchrashuvda hisobni ochishmoqda. Qarang. Shuncha vaziyatlardan qiyin, undan osonroq vaziyatlardan raqamda harakat qilayotgan Oybek Qilichev. Oldingi uchrashuvda ham Oybek gol urgan edi. Qani ko'raylikchi, qanday gol bo'ldi. Oybekka yonchiqdan to'p tashlab berildi. Yo'q, hozir oxirigacha ko'ra olmadik, lekin to'pni qabul qilib olib zarba berdi. Foul bor. Nokaut boshladi. Yozib qo'yamiz. Mana o'sha gol. Ikkita himoyachi turgan edi, lekin darvozabonning qo'lidan chiqib ketgan ekan va burchakka kirib ketdi. Demak, do'stlar, uchrashuvda hisob ochildi. Endi sariq bola nima qiladi degan savol turibdi. 8-daqiqaga yozamiz golni. Nokaut jamoasi sobiq futbolchisi 8-daqiqada hisobni ochdi 1-0. Oldingi uchrashuvda ham 6-daqiqada Oybek Qilichev aynan gol urgan, lekin unda nokaut jamoasi yutqazib qo'ygan edi. Bu safar qanday bo'ladi? To'p uchun kurash. Yaxshi. Isroil Madrimov to'p uchun kurash olib borgan vaziyatni ko'rdik. Endi esa yana bir imkoniyat. Albatta jismoniy holat bo'yicha gap so'z bo'lishi mumkin emas ikkala jamoaga ham. Madrimovdan zarba. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Gol bo'lgandan keyin hammasi o'zgaradi. Menda ko'plab ma'lumotlar bor, lekin hozir jamoa albatta barchangiz o'yinni ichiga kirib ketdingiz. Zarba! Isroil Madrimov. Ancha faol Madrimov. Bu sizga ring emas, lekin mana bu katta ringda ham nimalar qilishni bilishadi bular. Maydon o'lchami boshqacharoq va bu yerda qo'l bilan emas, oyoq bilan o'ynaladi. To'p yana oldinga yetkazib berildi. Darvozabon hammasini kuzatib turibdi. Menga Abbosxo'ja Akromovning ham xatti-harakatlari yoqdi. Birinchi o'yinda yaxshi qo'riqladi darvozani. Sariq bola jamoasi darvozaboni. Filipasyan. Yaxshi. Sanat Shixov. Sheriklari ochildi, lekin to'pni aniq yetkazib bera olmadi. Bunday vaziyatda tayyor turishlari kerak. Muhammad Ali hujumchi. Sharaf. Zarba. Gol! Bahodir Jalolov to'p yo'nalishini o'zgartirdi va gol urmoqda. Stadion larzaga kelyapti. Do'stlar, menimcha bugun stadionda nokaut jamoasi muxlislari ko'proq o'xshayapti. Jamoa sardori
Bahodir qarang nimalar qildi. Tovoni bilan uryaptimi? Yana bir bor ko'raylik. Demak, to'p yetkazib berildi. Alisherov yaxshi o'ynadi. Oxirida zarba berildi. Voy Bahodir! Bunaqa gol urishni ham biladi. Bahodir Jalolovdan super gol 2-0. 2-0. Mana yana bir bor ko'rishingiz mumkin do'stlar. Qoidani eslatib o'taman. 8 ga 8 bo'lganligi uchun ofsayd yo'q. Va har bitta bo'lim 25 daqiqadan iborat. Bitta o'sha yomon tomoni maydondan chiqib ketgan futbolchi yana qaytib tushmas ekan. Bu borada men ko'p gapirdim. Menimcha keyingi mavsumda buni o'zgartirishadi. Xo'p, qolgan hammasi joyida. 12-daqiqaga yozildimi? 11-daqiqaga yozilibdi gol. Xo'p, 8-daqiqada Oybek Qilichev 1-0, 11-daqiqada Bahodir Jalolov 2-0. Voh! Karnay surnaylarini ham eshityapmizmi? Jalolov! Tepa berish kerak edi. Yonziqdan Bahodirning o'zi to'pni o'yinga kiritib beradi. Bugun juda bir boshqacha kayfiyatda kelishdi. Oybek ham ancha qo'shdi, Oybek Qilichev ham. Zo'r o'ynashyapti. Joyib futbol. Eslatib o'taman. Yana bitta vaziyat. Ikkinchi marta to'p qaytarildi. Alisherov tomonidan zarba berilgan edi. Eslatib o'taman, nokaut jamoasi mana shu musobaqaning amaldagi chempioni hisoblanadi. Ikkinchi mavsumda o'tgan yili ular Drama Unitedni dramatik tarzda 4-1 hisobda mag'lubiyatga uchratishgan. Va shu bois chempion bo'lishgan. Birinchi mavsumda Arslan katta bolani yenggan. Mana endi ko'ramiz. Maydon markazida San'at Shexov, Isroil Madrimov to'pni qaytarib yubordi. Jahongir xavfli o'yinmi? Yo'q, hammasi joyida deyapti hakam. O'yin davom etadi. Yana nokaut jamoasi a'zolari to'p oldinga tepib berildi. Bahodir Jalolov sherigi ochilmoqda. Uzatma yaxshi zarba! Qanday chiroyli gol! Qanday chiroyli kombinatsiya va qanday chiroyli assist! Oybek Qilichev 3-0. 70-raqamda harakat qilayotgan Oybek Qilichev! Bravo nokaut. Bravo nokaut. Meni gaplarim ta'sir qilganga o'xshaydi bu jamoaga. Oldingi o'yinda knockdownga uchrashdi deganim bir hazil ma'nosida aytilgan edi. Mana qarang, o'rnidan turishdi va ketma-ket uppercut zarbalari berilyapti. Bahodir Jalolov zarba! Rikoshet. Madrimov to'p kimdan chiqib ketdi? Yana bir imkoniyat yo'q. Juda ham bir boshqacha tayyorgarlik kelishdi. Qandaydir bir energetik suvlarni ichib olishganmi deyman, bular juda ham boshqacha o'ynashyapti. Albatta bu hazil. Bahodir Jalolov menimcha bokschilarga shart emas. O'zi shundoq ham jismoniy holati zo'r bularning. Xo'p, futbolchilar endi hozir katta sahnaga chiqishlari kerak. Sariq bolada Baxtiyor Ashurmatov biroz asabiylashyapti. Xo'sh, Alisher Uzoqov ham maydonga tushishi mumkin. Ko'ramiz. Ikkita o'yinchi tayyor turibdi. Kimni o'rniga tushadi, kimni chiqarish kerak. Hozir sariq bola jamoasining kayfiyati tushib ketdi. Aytyapman-ku, Artyom Filipasyan bilan San'at Shexov katta sahnaga chiqishlari kerak. Alisherovga uzatma, Madrimovdan chiroyli harakatlar. Qarang, aqlli harakatlar. Futbolda ham bu insonlar nimalar qilishni bilishyapti. Demak, o'zgarish. Sariq bola jamoasi tarkibida o'zgarishlar. Darvozabon Abbosxo'ja Akramov o'rniga Muhammad Ali Mahmudov maydonga tushmoqda. Xo'p, Muhammad Ali Mahmudov darvozabon o'rniga tushdi. Shuningdek, Shohruz maydonga tushdi. Jahongir Xo'jayev sariq bola o'rniga 10-raqamda Alisher Uzoqov maydonga tushmoqda. Alisher Uzoqov sariq bola o'rniga maydonga tushdi. 19-raqamda harakat qilgan Sobir Sapayev o'rniga
42-raqamda Shohruz maydonga tushdi. Shohruz esa Sobir Sapayev o'rniga. Mana shunaqa gaplar. Alisher Uzoqov esa Jahongir Xo'jayev o'rniga maydonga tushdi. 3 ta o'zgarish. Hop, endi ko'ramiz. O'yinda o'zgarish bo'larmikan? Yo'q. Yana to'pni egallab olishdi Madrimov. Filipasyan. Alisher to'pga ulgurmadi. Va yonsiqdan nokaut jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritib berishadi. 3-0. Hisob yiriklashdi va bir narsani aytib o'taman. Oybek Qilichev hozir to'purarlar bahsida birinchi o'ringa chiqib oldi. Chunki men ta'kidlab o'tdim, bir nechta 6 ta futbolchi hisobda 2 tadan gol bor edi. Ozodbek Mannopov, Islom Ali, Sobir Sapayev hozir maydonda ular. Komil Fozilov, Dilimi, Irsaliyevlar hisobda 2 tadan gol bor edi. Hozir esa birinchi uchrashuvda bitta gol, hozir 2 ta gol urgan Oybek Qilichev to'purarlar bahsida birinchi o'ringa chiqib oldi. Alisherov, mana shu 20-raqamdagi o'yinchiga diqqat bilan e'tibor bering. Mana shu o'yinchi ko'p narsani hal qilyapti. Ko'p narsani hal qilyapti. Burchak zarbasi, sariq kartochka. Hakam bilan tortishish mumkin emas. Hushtak chalindi. Alisherov to'p jarima maydonchasi sari yetkazib berilgan edi, yana qaytarib yuborildi. Katta ustunlik. Katta ustunlik. Bugun Oybek Qilichevning ham o'yini o'xshayapti. Alisherovni ham hozir Oybekning o'zi burchakdan to'pni o'yinga kiritib beradi. Bahodir Jalolov bosh bilan zarba beriladigan joyda oyoq bilan. Yaxshi pas. Yaxshi pas. Zo'r pas, lekin bu safar himoyachi ham to'p yo'nalishini o'zgartirib yubordi. Filipasyan. Yo'q, bo'yi yetmadi biroz. Oybek Qilichev 2007-yil Traktor Toshkent jamoasida boshlagan, keyinchalik Paxtakorda o'ynadi. Andijon, Paxtakor, Ash-Shabab jamoalarida o'ynab keldi. Hattoki o'sha O'zbekiston yoshlar va O'zbekiston terma jamoasida ham maydonda to'p surgan. Uning faoliyatini yaxshi bilasiz. Mana bugun hozircha uchrashuvning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lib turibdi. Sariq bola, nima qilamiz? Xato bu yerda. Alisherov. Yana rikoshetlar. Zarba berilyapti ketma-ket. Imkoniyat berilyapti ketma-ket bu o'yinchilarga. Xo'sh, navbatdagi standart 20-daqiqada. Yo'q, to'p darvoza to'siniga tegdi. Ko'ryapsiz, ikkinchi qavatda Bahodirning bo'yidan foydalanishyapti. Bosh bilan ham yaxshi o'ynay oladi. Ajoyib bahs. Sariq bola. Xavfli o'yinmi? Bu xavfli o'yin bu. Bu xavfli o'yin va shu bilan birgalikda to'p raqibdan maydon tashqarisiga chiqib ketibdi. Hozir shunchaki kechirdi. Oyoq bilan bunaqa chiqish mumkin emas. Bahrom Yoqubov. To'p oldinga tepib yuborildi. Jalolov, yaxshi Madrimov. Isroil Madrimov. Qilichev, Madrimov, Jalolov. O'y chiroyli aldab o'tdi, lekin Bahodir qo'lini ham ishlatyapti. Va raqibga hozir to'pni qaytarib berdi. Mana qarang shu yerda. Endi Filipasyan futbolchi ekanligini biladi. Qo'li bilan tortib qoldi. Birinchi o'yindan so'ng nokaut jamoasining kayfiyati ancha tushib ketgan edi. Uzoqov, yaxshi. Uzoqov, yaxshi pas. Imkoniyat bor, zarba. Qanday qilib degan savol beriladi. Qanday qilib pastga zarba berilmaydimi Muhammad Ali? Yoki kuchli keldimikan? Yo, sakrash kerak edi pastga qarab. O'zi sakrab turib pastga zarba berish kerak edi. Mayli.
Yana Muhammad Ali yaxshi pas. Vaziyatdan chiqib ketdi, lekin to'p uchun kurash davom etadi. Bahodir Jalolov sheriklarning ochilishini kutmoqda. Zarba. Hozir ochildi sherigi. Isroil Madrimov to'pni so'radi. Bahodir ko'rmadi yoki shunchaki zarbasi kuchli ko'ryapmiz. To'pni tepkisi keldi shekilli. To'pni o'tib ketishini kutmadi. San'at Shayxov, Uzoqov yaxshi aldab o'tdi. Qarshi hujum Alisherov to'g'rilayapti zarbasiga. Uzatmani ham amalga oshirishi mumkin. Yo'q, o'tmadi. Endi zarba. Darvozabon o'z o'rnida Bahodir Jalolovdan. Katta ustunlik, nokautdi. Soatga qaraymiz. 23-daqiqa. Yana eslatib o'taman, 25 daqiqadan vaqt, lekin hakam o'zi belgilayapti necha daqiqa vaqt qo'shib berishni. O'zini soati bilan oy. San'at Shayxov orqaga uzatma, lekin ko'rmadi yoki ulgurmadi San'at. Hop, to'pni tezroq darvozabonga berish kerakligini uqtirishmoqda. Nokaut sariq bola 3-0. Birinchi marotaba hozircha yirik hisob qayd etilyapti. Alisher yaxshi. O'z o'yinning boshidan ham tushsa bo'lar ekan. O'yinga ancha mazmun kiritib berdi. To'p uchun kurash. Oldinga to'p tepib yuborildi. Jalolov zo'r. Darvozabon ko'rib turibdi hammasini va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Filipasyan tezroq oldinga to'p uchun kurash. Oybek Qilichev, Alisherov juda kuchli zarbalar berilyapti va hozircha bartaraf etilmoqda. Nokaut jamoasi tarkibida o'zgarish. 90-raqamda harakat qilgan Bahrom Yoqubov o'rniga 9-raqamda Alimardon Dostonov maydonga tushdi. Nokaut jamoasi tarkibida o'zgarish. Bahrom Yoqubov o'rniga Alimardon Dostonov boks murabbiyi maydonga tushyapti. O'zgarish. Hojiakbarov, Abduqahhor Hojiakbarov, Alisher Uzoqov. Menimcha tortishish kerak emas. Menimcha tortish kerak emas, bu futbol. Jalolovdan uzatma. Yo'q, ulgurish qiyin. Albatta kelishib olishadi hozir tanaffus paytida. Xo'sh, Filipasyan yaxshi chiqdi, orqasida kelayotganligini ko'rdi San'at. Raqibdan o'tib ketishga harakat qildi va San'atning o'zidan to'p chiqib ketyapti. San'atga menimcha yordamchi kerak. Qilichev oldinga, darvozabon ko'rib turibdi. To'xtalishlar bo'ldimi, yo'qmi? Mana shu savolga ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Menimcha ko'p vaqt qo'shilmasa kerak. Nokaut jamoasi a'zolari to'p bilan juda chiroyli tarzda o'tib ketishyapti. Qilichev, voy qanday pas Alisherov. Madrimovga bunaqa uzatma nimaga kerak o'zi? Yerlatib bersa bo'lmaydimi? Qilichev. Yo'q, o'tmadi to'p, lekin to'p maydonda qoldi. Yaxshi. O'tib ketyapti. Foul bormi? Yo'q deyapti hakam. 2 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Necha daqiqa? Birinchi bo'lim 2 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Birinchi bo'limga 2 daqiqa, demak qayerdadir to'xtalishlarni hakam inobatga olgan. Bahodir Jalolov tortishish kerak emas. Tortishish kerak emas. Oybek Qilichev, Baxtiyor Ashurmatov. Bu insonlar bir-birlarini juda yaxshi bilishadi. Juda yaxshi hurmat qilishadi.
lekin o'yin qoidasi buzilmagan edi do'stlar. Men agar shu vaziyat bo'yicha tortishayotgan bo'lsa, nazarimda o'yin qoidasi buzilmagan edi. Sal kech qoldi sariq bola futbolchisi Baxtiyor Ashurmatov menimcha shunga e'tiroz bildirdi. Endi ustunlik bo'lyapti. Nokaut jamoasida Sanjar Ergashev yana o'zi xavfli vaziyat. Alisherov. O, qanday seyf bu! Darvozabondan seyf. Muhammad Ali Mahmudov, bloger aktyor. Zo'r qutqardi hozir. Zo'r qutqardi. Anjanli bola. Ketdi, birga birmi? Yo'q. Sherigi birga bir chiqish mumkin. Aldash kerak, aldash kerak. Sanat. Aynan shu pallada hakam tomonidan qo'shib berilgan 2 daqiqa ham o'tib bo'ldi. Hozir hisobdagi farqni qisqartirib olishsa bo'lardi. Alisher Uzoqovning kayfiyati biroz tushdi, lekin hammasi joyida. Hozir ruhiy ustunlik o'tib ketyapti nokaut jamoasiga. Lekin shoshmaymiz do'stlar, hammasi joyida. Hali ikkinchi bo'lim bor va albatta bizdan uzoqlashmang. Hali bundan ham dahshatlisi oldinda yana 25 daqiqa shiddatli bahsni kuzatamiz. Hozircha tanaffus. Demak do'stlar, sariq bola va nokaut jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning ikkinchi bo'limi boshlandi. Hozirgina boshlandi. Birinchi bo'limdan so'ng hisob 3-0. Nokaut bugun mezbon sifatida qayd etilgan. 8-daqiqada Oybek Qilichev hisobni ochdi. 11-daqiqada Bahodir Jalolov hisobni 2-0 ga yetkazdi. Yana 3 daqiqa o'tar o'tmas Oybek Qilichevning o'zi raqib darvozasiga 3-to'pni kiritdi. 3-0. Juda ham shiddatli kechdi birinchi bo'lim. Hozir ko'ramiz ikkinchi bo'lim qanday kechadi. Uchrashuvni Dias Galleyev va Ibrohim G'iyosovlar boshqarib borishyapti. Uchrashuv hakamlari. Xo'p, bitta yordamchi hakam bor. Sanat Sheyxovdan zarba. Hozir to'p kutilmaganda Alimardon Dostonovga tegib o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Abdurahmon Shukurullayev yordam beryapti hakamlarga. Mana takroriy lavhani ko'rdingiz. Yana bir hujum. Ha, boshqacha endi menimcha. Ikkinchi bo'lim bilmadim kim qanday taktika asosida to'p suradi. Har holda o'zgartirishmasa kerak. Bahodir Jalolov to'p bilan Madrimovga foul bor. Isroil Madrimov o'yin qoidasini buzdi. Nokaut jamoasi tarkibi. Darvozabon 75-raqamda Ulug'bek Yodgorov, 8-Abduqahhor Hojiakbarov, 11-Sanjar Ergashev. Yaxshi imkoniyat yana darvozabondan. 16-Isroil Madrimov. Keling, shoshmaymiz. Yonsiqdan to'p tashlab berildi. Bosh bilan Alisher Uzoqov to'p yo'nalishini o'zgartirdi. 16-Isroil Madrimov, 20-Sardor Alisherov, 55-Bahodir Jalolov, 70-Oybek Qilichev va 9-raqamda Alimardon Dostonov. Alimardon Dostonov Bahrom Yoqubov o'rniga maydonga tushgan. Sariq bola jamoasi tarkibi. Qanday chiroyli pas. Madrimov. Alisher Uzoqov. Voy, gol.
Orqadanmi? Yonidanmi? Yonidan u odam bu yonidan bordi. Men gol deb o'ylabman. Darvozabonning xatosi lekin. Muhammad Ali Mahmudov to'pga chiqishda xato qildi va to'pga tegishda ham xato qildi. Hozir ko'ramiz birozdan so'ng. Nokautning hujumi men bu tomondan ichkari kirib ketdi deb o'ylabman. Darvozabonning baxtiga yon tomondan to'rga borib tegdi. Jalolov yaxshi o'ynadi. Yana uning o'zi saqlab turibdi to'pni, olib qo'yishdi. Qarshi hujumga o'tib ketish mumkin. Mana shu uzatmaga tushunish qiyin. Muhammad Ali shoshish kerak emas. 4-chi Islom Ali, 8-chi Artyom Filipasyan. Baxtiyor Ashurmatov ekraningizda. 9-chi Sanat Shexov, 11-chi Jahongir Xo'jayev, 19-chi Sobir Sapayev, 22-chi Elyor Boboqulov, 23-chi Muhammad Ali. Sobir Sapayev o'rnida Shohruz harakat qilyapti. Sanat Shexov va Artyom Filipasyanlar endi albatta o'zlarini ko'rsatishlari kerak. To'lqin Qilichev, Nokaut jamoasi bosh murabbiyi, Baxtiyor Ashurmatov esa Sariq bola jamoasi bosh murabbiyi. Qiyin bo'ladi. Menimcha Nokaut jamoasi a'zolari hozir himoyaga o'tib olishni o'ylashmayapti. Mana shu futbolchi Sardor Alisherov hammani aldab o'tyapti. Yaxshi taniymiz uni. Yonsiqdan to'p tashlab berildi. Uzoqov o'tib ketdi. Alisher Uzoqov. Foul. Raqibni aldashga kirishib ketganda Sanat Shexovni yiqitishdi hozir. Sanat Shexov kerakli masofani so'rayapti. Kerakli masofada turish kerakligini. Kecha boshqacha o'yin ko'rgan edik. Yo'q, zarba noaniq. Kuchli yomg'ir ostida kechgan kechagi ikkala o'yin ham umrbod esda qoladi endi. Bu jamoalarni, teatrni, Molodets jamoasini, Dutor, Katta bola jamoasini. Yaxshi. Sanat Shexov. Yo'q, o'tkazishmadi. Islom Ali, Isroil Madrimov aldab o'tyapti. Yo'q, uzatdi. Jalolov. Zarba biroz noaniq. Aniqlikka e'tibor qaratdi, kuchga emas. Jalolov. Zarba. Bahodir Jalolov chapaqa ekan. Chap oyoqda zarba beryapti. Boksda ham ko'proq chapaqa zarbalarni amalga oshiradi. Uni ham zo'r boksda. Sanat Shexov. Kontakt bor. Tortishmanglar. Kontakt bor. Sardor Alisherov. Ikkinchi bo'limda sariq bola qo'shdi, lekin aytayapman-ku, ruhiy ustunlik bokschilar tomonidan, Nokaut jamoasi tomonidan. Zo'r pas. Zarba bersa bo'ladi, lekin yiqilib tushdi kutilmaganda. Sanat. Yana bitta o'yinchidan o'tganda zarba berardi. Sanat Shexov. Oybek Qilichev tana qismi bilan yopib harakat qilyapti. Zo'r. Va qutuldi. Raqib sherigiga to'pni yetkazib berdi. Mana shunday ochilish kerak. Sardor Alisherov. Yo'q, ulgurmay qoldi.
O'zgarish bo'ladi. Nokaut jamoasida o'zgarish. 8-raqamda harakat qilgan Abduqahhor Hoji Akbarov o'rniga 24-raqamda Jaloliddin Yusupov maydonga tushmoqda. Jaloliddin Yusupov, boks federatsiyasi xodimi. Muhammad Ali chiroyli tarzda aldab o'tdi. To'pni sheriga yetkazib berdi. Hozir Oybek Qilichovni aldab o'tdimi? Qoyil lekin. Oybek Qilichov. Endi esa Sardor Alisherov o'tyapti. Bahodir Jalolov zarba. Eng ko'p zarba berayotgan o'yinchi Bahodir Jalolov bo'lyapti. Futbolda ham, albatta futbolda bu sodir bo'lyapti. San'at Shixov, San'at Alisher bo'sh turibdi-ku. Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov bo'sh turibdi, lekin o'zi aldab o'tdi. Sheriklarni qidirmoqda. Madrimov noaniq chiqdi uzatmasi. Bahodir yaqinroqda turgan sherigini ko'rmadi. Albatta ancha kuch sarflashdi. Alisher. To'p hozir sariq bola jamoasida qoldi. Shu bois ham o'yinni davom ettirish kerak. Assalomu alaykum, San'at Shixov. Yaxshi pas. To'p maydonda qoldi. Bepasyan. Mana shunisi kerak emas. Mana shunday tortishuvlar umuman kerak emas. Muhammad Ali Sariq bola jamoasi tarkibida o'zgarish. 23-raqamda harakat qilgan Muhammad Ali o'rniga 77-raqamda Doston Ergashev maydonga tushmoqda. Doston Ergashev maydonga tushadi. Muhammad Ali o'rnigami? Doston Ergashev xonanda. Muhammad Ali hozir eshitgani ham yo'q. Mana endi ko'rdi. Muhammad Ali xonanda, aktyor. Uning o'rniga boshqa bir xonanda Doston Ergashev maydonga tushdi. Vaqt o'tib boryapti do'stlar. 36-daqiqa, hali 15 daqiqadan vaqt ko'proq. Bitta gol urib olish kerak. San'at raqib o'yinchilarni aldashga kirishib ketyapti. Filippasyanning bir o'zi himoya chizig'ida qolganligi uchun ham mana shunday holat yuzaga kelmoqda. Qiyin bo'lyapti San'atga. Hop. Yaxshi uzatma, zarba! Zo'r pas. Zo'r zarba, faqat pastroqdan. Biroz pastroqdan yo'naltirish kerak. Mana yaxshi. Takroriy lavhani ko'rishingiz mumkin. Filippasyan to'pni qaytardi. Xo'sh. Sardor Alisherovdan ham to'p o'tib ketdi. Alisher Uzoqov. To'p qaytarib yuborildi. Alimardon Dostonov. Uzoqov darvoza tomon zarba berdi, lekin variantlar ko'p edi unda. Yana oldinga bu to'p darvozabonniki. Zo'r pas.
Illipasyan. Sanat Shixov. Zarba! Darvozabondan seyv. Burchekni nishonga oldi hozir. Sanat Shixov. Ulug'bek Yodgorov. Yana bir zarba. Hasanboy Do'smatov maydonga tushmoqchi. Beringlar imkoniyat Hasanboyga ham. Hasanboydan ham gol ko'raylik. O xavfli keldi lekin hozir. Sardor Alisherov juda xavfli keldi, demak o'zgarish. Hasanboy kimning o'rniga? Xo'sh. Nokaut jamoasi tarkibida o'zgarish. Isroil Madrimov 16-raqamda harakat qilgan Isroil Madrimov o'rniga 10-raqamda Hasanboy Manny Pacquiao Do'smatov maydonga tushmoqda. Hasanboy Manny Pacquiao deb hozir e'lon qilindi. Hasanboy Do'smatov Lionel Messi muxlisi. Ko'ramiz, Hasanboydan ham hozir chiroyli o'yin kutib qolamiz, lekin vaqt o'tib boryapti. 40-daqiqa oxirgacha agarda mana shunday himoyadan hujumga o'tib ketish taktikasi qo'llansa qiyin bo'ladi. Sariq bola jamoasiga qiyin bo'ladi. Chunki e'tibor bering, ko'pchilik himoyada, hattoki Oybek ham orqaga qaytgan, Sardor ham mana Alisher mana Sardor Alisherov to'pni tepib yubordi. Faqat Bahodirning o'zi hujum chizig'ida turibdi. Opa! Ay, hozir nechadir santimetrlar yetishmadi Sanat Shixovga to'pni to'xtatib olish uchun. Yaxshi o'ylangan edi uzatma. Pas chiroyli chiqdi. 3-0, 8-11 va 14-daqiqalarda gol urilgan. Oybek Qilichovdan dubl, Bahodir Jalolovdan bitta chiroyli gol. Yaxshi o'ynayapti bugun Bahodir Jalolov. Har bir uchrashuvda eslatib o'taman, biz o'yinning eng yaxshi futbolchisini ham aniqlaymiz. Hozircha ikkita variant: Oybek Qilichov va Bahodir Jalolov. Zarba! Darvozabon ham bor albatta. Qanday rikoshet bo'ldi hozir. Ketma-ket hujumlar uyushtirmoqda sariq bola jamoasi vakillari. To'p tepib berildi. Nima bo'ldi? Penalti bormi, yo'qmi? Yo'q. Alimardon Dostonov qo'lini ko'taryapti. Raqibga o'ynaganim yo'q deyapti. Hakam vaziyatga yaqin turibdi. Bu harakat uchun penalti belgilanmaydi. Tushuntiryapti Alisher Uzoqovga. Dias Galeyev. Do'stlar, eslatib o'taman, ajoyib turnir. Mana shu turnir bosh homiysi Dinay kompaniyasi. Axborot hamkori esa Chempionat Aziya sayti. Ikkinchi tur bahslari. Bugun ko'pgina savollarga javob olamiz. Hozircha onlayn jadvalda Knockout 3 ochkoga ega. To'ru 3. Ular ikkinchi o'ringa ko'tarilib olishadi. To'plar nisbati to'ri 3 bo'ldi ularda. Birinchi o'yinni 1-3 yutqazishgan, hozir 3-0 hisobda olib borishyapti. Ikkinchi bo'limning 18-daqiqasi, uchrashuvning 43-daqiqasi. Jalolov. Yo'q, Oybek hozir shunchaki to'pni sherigiga yetkazib berish uchun harakat qilishi kerak edi. Hop. Sanat
Sanat Shixov o'zi aldashga kirishyapti. Boshqa variant yo'q. Bor endi qanaqadir to'pni sheriklari yo'qotishdan cho'chiyapti shekilli. Mana Islom Ali bo'sh-ku. To'qnashuv bo'ldimi? To'qnashuv bo'ldi shekilli hozir. Lekin tirsaga tekkan ekan. Ataylab qilmagan, lekin tirsaga tekkan ekan. Yonsiqdan to'p tashlab berildi. Hasanboy to'pni yerga qoldirdi. Qillichev. Filipasyan. Oy, burchakni nishonga olgan edi. To'p darvoza ustuni yonginasidan o'tib ketdi. Sariq bola jamoasining himoyasiga e'tibor bering. Bo'yi pastgina himoyachi. Mana yo'q, Filipasyan yetib keldi o'z vaqtida. Bo'lmasa hozir Bahodir Jalolov bilan birga turib olgan edi bu 42-raqamdagi Shohruz. Juda katta farq ko'zga tashlanib qoldi-da. Islom Ali. Yaxshi. Alisher Uzoqov. Darvozabon to'pni egallab oldi. Xo'sh. Yo'q, tepib yuborildi Alimardon Dostonov. Yaxshi himoyalanmoqda shu yigit ham. Xo'sh, zarboy pastga zarba berish kerak. Doston Ergashev. Ha, to'ppa to'g'ri, hisob 0-3. Hisob 0-3. Sariq bola mezbon sifatida qayd etilgan ekan. Qilichev to'pni yo'qotdi. Oybek charchadi. Oybek. Ha, Oybek charchadi. Lekin yaxshi o'tkazyapti o'yinni. Tortish kerak emas. To'pni tepib yuborganligi uchun sariq kartochka berdi. Sariq kartochka berdi hakam. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Futbolda shunaqa qoida bor. Oybek biladi buni yaxshi. Bu sariq kartochka. To'pni tashlab ketish kerak, tepib yuborish kerak emas. Raqibga hurmat bilan qarash kerak. Yaxshi boshqarishyapti hakamlar. Hech kim ayab o'tirishmayapti. Zarba noaniq. Sanat Shixovning zarbasidan so'ng to'p darvoza to'sini yuqorisidan o'tib ketdi. Vaqt kam qolyapti. Afsuski mana shunday qiziqarli kechayotgan bahs tobora o'z poyoniga yetib boryapti. Asosiy vaqt 4 daqiqa, lekin hakam qo'shib beradi. Bahodir Jalolov yana yaxshi o'ynadi. Qilichev. Oybek Qilichev o'ng qanotda sheriga ochilayotganligini ko'rdi. Hasanboy bo'sh turgan edi. Xo'sh, Sanat ketdik. 4 ga 3, 5 ga 3, 5 ga 3. Sanat. Hamma bo'sh edi-ku. Lekin zarbasi yomon chiqmadi. Darvozabondan seyv. Xo'sh. Filipasyan va Bahodir Jalolov. O'yin. Jalolov aldab o'tdi bir o'yinchini, o'z oldiga qarab boryapti. Sheriga to'pni yetkazib berdi. Yo'q. Zarba o'xshamadi. Islom Ali. Zo'r. Kim bor bu yerda? Yaxshi. Alisher Uzoqov. Aldab o'tsa bo'ladi. O'tib keta olmadi Alisher va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Hisobdagi farqni qisqartirish uchun harakat qilishyapti sariq bola jamoasi a'zolari. Bu bilasizmi? Yevropa Chempionlar Ligasiga ham o'xshashib ketyapti. Mana bu azarti bilan, hayajoni bilan haqiqiy bir jang kechyapti. Hasanboy. Hoppa. Yo'q, ulgurmadi to'pga.
tez ketib qoldi. Xo'p, sariq bola hujumda. Elyor Boboqulov to'p qaytdi. Alimardon Dostonov. Islom Ali. Islom Ali zo'r. Mana endi to'g'ri harakat. Bu yerda yaxshi. Mana shunday uzatma bilan o'ynash kerak. Hozir to'pni yo'qotib qo'yishi mumkin. Darvozabonga juda xavfli o'ynashyapti. Juda xavfli. Hujum davom etadi. Jalolov. Bahodir Jalolov. Qilichev. Jalolov. Yo'q, sherigi tushunmadi va qarshi hujum. Bu yerda esa Oybek bor. Oybek Qilichev sheriklarini qidiryapti. Yaxshi aldab o'tdi. Zo'r pas Jalolov. Qilichev. Yo'q. O'yin qoidasi buzildi. Sanjar Ergashev to'p yo'qotildi. San'at Shayxov, yaxshi imkoniyat bor Alisher. Yaxshi uzatma va San'at aldab o'tsa bo'ladi endi. San'at o'tyapti. Yo'q. Zo'r turdi bu. Mana bu Alimardon Dostonov ham bugun o'yinni yaxshi o'tkazyapti. Sardor Alisherov zarba beradi, lekin bu yerda Islom Ali to'pni qaytaryapti. Vaqt o'tib bormoqda. 50-daqiqa. Turnirdagi birinchi yirik hisob qayd etilishga yaqin turibdi do'stlar. Birinchi bo'lim qanchalik yondi. To'p qaytarib yuborildi. Uzoqov ulgurmadi. To'p endi nokaut jamoasi a'zolari tomonidan qaytarilyapti. To'p uchun kurash. Yonsiqdan nokaut. To'pni o'yinga kiritib beradi. 3 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Rahmat hakamlarga. Yana 3 daqiqa siz u bizga mana bunday ajoyib kayfiyatni, ajoyib atmosferani taqdim qilishganiga. Endi 3 daqiqa ichida mag'lubiyatdan qutulib qolish qiyin. Lekin bitta gol ursa bo'ladi. Men esa uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi kim degan savolni hozir javob topishga harakat qilyapman. Ikkita variant hali ham turibdi. Bahodir Jalolov va Oybek Qilichev. Endi Bahodir Jalolovni nokaut jamoasi tarkibida o'zgarish. 20-raqamda harakat qilgan Sardor Alisherov o'rniga qilayotganligini inobatga oladigan bo'lsak, menimcha eng asosiy variant Bahodir Jalolov bo'lsa kerak. Xo'p, o'zgarish. Sardor Alisherov maydonni tark etmoqda. 77-raqamda Shahboz Tavakkalov boks murabbiyi. Jalolov to'pni tepib yubordi. Filipasyan. Kimga bu? Zarba! Oybek Qilichev vaziyatdan unumli foydalanib qolmoqchi bo'ldi. Sariq bolaga oxirgi turda endi g'alaba kerak. Eslatib o'taman, ertaga ham o'yinlar bor. Teatr Dutor jamoasi bilan soat 20:00 da. Katta bola Malades bilan o'ynaydi. Ajoyib nomlar. Bu guruhda esa 30-may kuni Sariq bola Al-Badr bilan o'ynaydi, hal qiluvchi bahs. Va Knockout Drama United bilan. Hasanboy yo'q. Do'stlar, eng yaxshi o'yinchi keling Bahodir Jalolovni aytamiz. To'g'ri, Oybek 2 ta gol urdi. Lekin Oybek Qilichev futbolchi bo'lganligi uchun ham keling Bahodir Jalolovga beraylik, chunki hali Oybek ko'p olishi mumkin. Ikkita variant ichida qolib ketdim. Bahodir Jalolovni tanlaymiz. Keling, yomon o'tkazmadi o'yinni. Va uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb Bahodir Jalolovni tanlaymiz. Jalolov. Hoppa! Jalolov! Bu safar aldab o'ta olmadi. Xo'sh. Alisher, yaxshi.
Zo'r pas. Faqat to'pni to'xtatishdi. Yo'q, bo'ldi, vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Ajoyib futbol spektaklini namoyish qilib berishdi. Sariq bola va nokaut jamoasi a'zolari. 55-raqamda harakat qilgan Bahodir Jibek Uzbek Jalolov topildi. Hozir sudya informator Shehzod Mardiyev e'lon qildi, aynan uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi Bahodir Jalolov deb topilganligini. Do'stlar, nokaut jamoasi muxlislarini ajoyib g'alaba bilan tabriklayman. Jamoa demak birinchi turdagi mag'lubiyatdan so'ng yana o'ziga kelib oldi. Gollar nisbatini ham yaxshilab oldi. Nokautda endi 4-3 ochko va ular hozir sariq boladan o'tib ikkinchi o'ringa ko'tarilishdi. Hammasini oxirgi 3-tur hal qilib beradi. Ertaga esa ta'kidlab o'taman, 20:00 teatr Dutor. Mana kayfiyatlar yomon emas. 22:00 katta bola malades. Do'stlar, albatta kuzating. O'tkazib yubormang bu musobaqani. Barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda sizlar bilan xayrlashaman. Ajoyib, mana shunday futbol spektakllari uchun hamisha bor bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.